Ipotekaga Farhod bozori atrofidan uy qidirgan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz sizlar bilan Chilonzor tumani 23-kvartalda joylashgan bir xona ikki xonaga o'zgartirilgan neoklassik uslubda ta'mirlangan uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Shu ko'rib turganlaringiz uyimiz asosiy xonamiz, o'zining yumshoq mebellari va TV zonalari bilan ko'rib turganlaringdek uyimiz 5 qavatli binoni 3-qavatda joylashgan. Glavniy eshigidan kirib kelish bu yoqda beshilka o'zini ajoyib dizayndagi oynalari bilan. Bu yerda esa sanuzel qismimiz, uyimiz g'ishtli dom bo'lganligi sababli sanuzelimiz birgalikda joylashgan bo'ladi. Uyimizning maydoni 36 metr kvadratdan iborat. Bu yerda esa oshxonamiz. Ko'rib turganlaringdek uyimiz yangi ta'mirdan chiqqan, ta'mirdan so'ng hali hech kim yashamagan. Ko'rib turganlaringdek bu yerda esa 2 uch bo'lgan balkonimizda yotoqxonaga o'zgartirilgan uyimiz egalari tomonidan. Ko'rib turganlaringdek shkaflari, stol qismi. Ushbu uyimizni ijaraga berib ham har oy 450-400 dollardan bemalol daromad qilsangiz bo'ladi. Ushbu uyimizning mo'ljaliga keladigan bo'lsak, Shirin chorrahada joylashgan ushbu 5 qavatli binoning 3-qavatda joylashgan 36 metr kvadratdan iborat bo'lgan g'ishtli uyimizni videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalar bilan birgalikda egalari 58 ming AQSh dollar baholashmoqda. Uyimizni naqd va ipoteka orqali xarid qilishingiz mumkin.